Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Arzon uylar Toshkent kanal obunachilarimiz xo'p, sizlarga Toshkent tumani Toshmi postidan bor yo'g'i bir 5,5-6 kilometr kirganda shunda tutsor havasdan bir 300 metr, 400 metr mahallaga kirganda shunaqa 3,5 sotuvli ishchanam chiroyli bir 6 xonadan iborat xonadonimiz sotuvga chiqib qoldi. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz hovlilari keng. Kirganimizda bu yoq tomonda, o'ng tomonda o'zining oshxonasi bo'ladi. Tez obzor qilib beraman. Bu yoq tomonda esa yana bitta xonasi, ichida o'zining sanuzeli bilan, bu yoqda yana bitta hojatxonasi bilan. Xo'p, bu yoqdan esa chap qo'limizda o'zining podvali bor, ko'rib turibsizlar. Katta bitta navesiga uyga kirishni ko'rib turibsizlar. Uyga kirganda katta qo'limiz kutib oladi. Qo'limiz juda shinam remontlarni ko'rib turibsizlar. Bu yoq tomonda esa bitta kadetskiy. Xo'p. Orada tomonda esa bizani bitta общий sanuzelimiz ko'rib turibsizlar, hamma narsasi bor, vannalari qo'yilgan. Xo'p, bu yoq tomonda esa o'zining bitta zaliga ega. Va bu yoq tomonda esa yana bitta yotoqxona. Va bu yoqda yana bitta xona ko'rib turibsizlar. Va bu yoqda esa yana bitta xona, ichida yana bitta o'zining sanuzellari bilan. Xo'p. Bu xonadonimiz $90,000 deb startli baho qo'yilyapti. Egalariga guzarlik uchun tez sotaman, u ketaman deyaptilar. O'zi ko'p turishmas ekan bu yerda. O'shaning uchun ham tez arzonga qo'yib sotib yuboraman deyishyapti. Kimga shunaqa arzon uy-joylarga kelib bizni tez yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladigan bittamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tez aloqaga chiqamiz, kanallarga obuna bo'lamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.